Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Sonic YouTube. Men bugun obunachilarim bilan KB Rating o'ynadim. Bir marta o'lib, ikkinchisiga sherigim ko'tardi. Mayda 2 o'chyapmiz. Sherigim bilan o'chayotganda orqasidan otdim men. Kirisalarcha anaqdan meni otdi. Anaqa ketganini ko'rib turib, orqasidan sekin bordim kirisalarcha. Qarab ketayotganda meni ko'rmagandi. Headshot tegdi. Birinchi kill ham bo'ldi. Ikkinchi ham debit qilib qo'yamiz. Zona shu yerga qisqarishini bilganimdan so'ng men shu yerga chiqishga qaror qildim. Chiqib oldim. Mana bu sherigim ko'targan ketayotganda otolmadim. Orqasidan yana bittasi keldi. Uni komandani yopib yubordim. Keyin yana ikkita sheriklar. Bittasini debit qildim. Mana bu yerda ikkitasi ham yana ikkinchisiga qoldim, yana ko'targanda o'qim tugadi. 20 tagina qolganda granata otdim. Hech yo'la bo'lmadi. Sekin sheriklarimni ko'tarish uchun sekin tushdim. Jon ketmasligi uchun bu zonaga sakramasdan, lekin baribir jonim ketdi. 400 pulim bor. Nima qilish o'ylayotgan mahalimda qarasam, yangi obnovleniya kelgan, pulni ozaytirib qo'yishgan ekan. Menda bitta odam bor edi, ketib qoldi. Mayli, siz ko'tarib olaman bittasini dedimda, ret ko'tardim. Bunaqa ketibdi. O'yiga odam granata otaman deganimda o'zimga tegib ketdi. Orqasidan boraman deb ketgan mahalimda manadan stena bilan kimdir bekitib qo'ygan ekan. Mayli, naq tarafdan aylanib o'taman deb kelsam, bu yerda bitta yangi odam tushdi va uni otdim. Nima qildim? Debit qilib qo'ymasam birortasi deb yana bordim. Borsam bittasi otdi. Stenga qo'ydim. Ko'ryapsizlar, Primal 3. Mina qo'yib, granata otib tashladim, lekin baribir sherigini ko'tarishga urdi. Uni bosib, uni ham nok qildim. Yana bitta sherigimni ko'tarib qo'ydim. Tomda odam ko'rdim. Unga yana bir granata otdim. Hali o'q tovushlarni eshitib, parafolda headshot berib qo'yay deb zeringni o'tib qo'ydim. Nok bo'ldi. Shu yerda men lepni ko'rib nok deb o'ylabman. Ikkala sherigim ham ko'targan sheriklarim o'lib ketishdi. Yo'qdan bittasi kelyapti. Bu ham minus. 3ga 1 qoldim. Endi sekin mana shu yerda qattiq ping bo'ldi, o'ta qattiq. O'lib ketishimga oz qoldi va meni duelga chaqirdim. P90 da otdim. Va endi 2ga 1 vaziyat. Men ham bir amallab otdim, lekin meni orqadan deb nok qo'yishdi. Mana ko'rib turganingizdek, bu o'tishimga xalaqit berdi va men o'lib qoldim. Hammaga xayr, sizlar bilan Sonic YouTube bo'ldi.